Ana azizlar, assalomu alaykum. Bugun 21-aprel 2026-yil. Sizlarga videolar ulashdik. Nishnoburtda aholi 90% aholi letniga o'tib bo'ladi. Hamma taksilar ham, aholi ham, hamkasblarimiz ko'p ham letnida. Men o'zim ham letnida kecha zimniy qo'ydirdim. Tanishlardan olib balon topib o'zim balon garajda edi. Yo'llar yaxshi to'g'ri yurib bo'lmayapti. Qorda hisobiy. Katta trassada yursa bo'ladi.